Shu sizni buyrug'ingiz bo'yicha biz chet mamlakatlar bilan shartnoma imzoladik. Yaxshi. Tez orada mahsulotlar yetib keladi. Hozirgi paytda ko'proq shu chet davlatlar bilan eksport, import ishlari olib boriladi. Nigoraxon, hujjatlarni olib kirib berasizmi yo'qmi? Qani gapiraverchi. Mana Mahmud Shomurodov ham gapirsinlar. Bitta narsa. Ko'proq chetdan olib kirish emas. Olib kel hujjatlaringni, qo'l qo'yib beraman senga. Keyin kech qolaman deb ketaman deysan. Eshityapsizmi? Gapiraver qani. Keyin o'rtoq boshliq, ishlab chiqarishga ko'proq e'tibor qaratsak yaxshi bo'lardi. Oxirgi paytlarda biz shunaqa ishlarni olib boryapmiz. Allo, eshitaman. Ha. Xo'p. Bo'ldi, boradi. Bo'pti. Nargiz, nega olib bermadilaring? Qayerdan olib boradi? Hali bermadik. Gapiraver qani. Keyin Muxtor Mahmudjon akaning ishlari bo'yicha ham sizga aytgandim. Ha, bo'ldi, qilib beramiz. O'tgan safar ham kelganingda shu gaplarni aytgan edim senga. Har doim shu gaplarni olib kelasan. Qilib beramiz dedim-ku. Ha, endi shu masalada ko'proq bizda hozir Assalomu alaykum o'g'lim. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Alo. Safarali yaxshimisan? Yaxshiman aka, o'zingiz tinchmisiz? Sog'liqlaring yaxshimi? Ishlaring yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. O'zingiz Ishlaring qanday tinchmisiz? ketyapti? Rahmat, hammasi joyida aka. Ha, yaxshi. Barakalla. Yo'q, men sendan bir narsani so'ramoqchi edim. Aha, nima gap aka? Dadam menga SMS yuboribdilar. Bolam, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman deb. Sog' bo'lgin deb yozib yuboribdilar. Hayronman, dadam meni tug'ilgan kunimni bilardilar. Ishqilib eslari joyidamikin? Yo'q aka. Menga ham hozir shunaqa SMS keldi. Senga ham yozib yubordilarmi? Men ham sizni eshitib hozir hayron bo'ldim. Senga ham jo'natibdilarmi? Ha, menga ham yozib yuboribdilar. Dadam o'zi yaxshimilar? Yaxshi edilar. Eslari joyidami? Hozir dadamga telefon qiladigandim, siz qilib qoldingiz. Men bir xabar olaychi? Ha. Bo'pti, telefon qilgin. Xo'p aka. Keyin menga ham xabar bergin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, xo'p. Xo'p aka, xo'p. Keyin men shunga qarab Xo'p bo'ladi aka, xo'p, qo'ng'iroq qilaman men. Xo'p.
Alo. Alo aka, tinchmisiz? Safarali. Safarali, yaxshimisan? Aka, men dadamga telefon qildim. Aha. Yaxshilar. Gaplari ham joyida. Uylari ham tinch ekan. Ha. Bugun oddiy kun 25-iyun bo'lsa, aka, shoshmang. Axir bugun dadamning tug'ilgan kunlari edi-ku. Nima? Dadamni tug'ilgan kunlari? Ha, bugun. Esimizga kelmaganini qarang, aka. Olcha zo'rda, aka. Ha, osh bo'lsin, yeyaver. Juda ham shirin. Shu olchangizni yesam, yoshligimni eslab juda sog'inaman-da. Siz ham yoshligingizni sog'inasizmi, aka? Sog'inaman. Faqat o'zimni emas. Bolalarimni yoshligini sog'inaman. Chunki ular yoshligimda meni yonimda edi. Menga suyanchiq edi. Atrofimda parvona edi. Endi esa bitta qo'ng'iroq qilishga ham vaqti yo'q. Tushundingmi? Baribir qishlog'imiz chiroyli-da. Qara. Ha, nimasini aytasiz? Esingdami? Ana Adirga borib varrak uchirardik-a? Ha, u davrlarni esdan chiqarib bo'larmidi aka? Yoshligingni unutib bo'lar ekanmi? Bolaliging o'tgan joylarni esingdan chiqarib bo'lmaydi. Ha. O'sha qirga yaqinroq borib ko'ramizmi? Yaqinroq boraylik, Hamza aka. Bo'ldi. Ana shu yerda yurganlarimiz esingdami? Ha, bilaman. Dumalab ketganding. O'shanda peshanang qashqa bo'lgandi seni. To'g'ri aka. Assalomu alaykum otajon. Assalomu alaykum. Ha, bolalarim. Yaxshi keldinglarmi? Keldik dada.
Ota, tabriklayman. Kastimshim Turetskiy. Dada, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Nemetskiy bo'yinbog' taqib yurarsiz. Men bu sovg'alarni nima qilaman? Menga nima beradi bu Turetskiy, Nemetskiy tuhfalaring? Menga o'zimni farzandlarimni shirin ovozi kerak. Mayli. Sog' salomatliklaringni ko'rish men uchun katta sovg'a. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar bolalar. Dada.